Yosh kitobxon tanlovi 15-19 yosh toifasida she'riyat sharti bo'yicha ishtirokchilar faoliyati Tagabergan va Diana 28, Solih va Gulnigor 30.7, Shavkat va Sabohat 28.3, Ishqo'ziy va Sevinch 78, Temur va Maftuna 30, Najmiddin va Aziza 67, Mahmudjon va Dilnavoz 52.7, Muxtor va Mohinur 54, Murodova Shahnozabonu 53, Mingli Mahmad va Madina 30, Abduhamid va Ra'no 37.3, Alijon va Mohida Bonu 37, Ozod va Dilnoza 17, Xaldurdiy va Ugljayron 37 ball pul kiritishdi.